Bu Google tarafdan taqdim etilgan Fitbit Air aqlli fitness braslet va buni ko'plar aynan mashhurlikka ega bo'lgan Whoop'ning qotili deb atashmoqda. Chunki bu fitness braslet ishlashi uchun hech qanday obuna kerak emas. Funksiyalari esa deyarli Whoop bilan bir xil. Aytgancha, uni sotib olishdan oldin bu qanday mahsulot ekanligini, Whoop bilan nima farqi bor ekanligini va nima uchun Whoop'dan voz kechib Google Fitbit Air'ga insonlar o'tib ketayotganini tushunishingiz uchun videoni oxirigacha ko'ring. Siz mana shunday chiroyli fitness brasletni o'zingizga xarid qilishga qaror qildingiz. Aytgancha, xarid qilmoqchi bo'lsangiz, albatta Jobox do'koniga tashrif buyuring. U yerda buni hamyonbop narxda, hattoki 24 oylik muddatli to'lovda ham xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Xariddan so'ng mana shunday chiroyli qutida keladi. Uning ichida siz quvvatlagich, qo'llanma hamda fitness brasletni o'zini topasiz. Bizda mana shunday kulrang to'qilgan tasmali varianti bor. Umuman olganda sotib olayotganda 4 xil rang tavsiya qilinadi. Qurilmaning o'zi mana shunday kichkina kapsula bo'lib, u aynan bilaguzukka o'rnatiladi. Barcha datchiklar bu yerda, ichki tomonda joylashgan. Bu yerda optik yurak urish datchiki, infraqizil nur, qon kislorodi bilan to'yinganligini kuzatish uchun sensor, teri haroratini kuzatish uchun termometr, giroskop va 3 o'qli akselerometr bor. Shuningdek, orqa tomonda quvvatlash uchun magnitli pinlar joylashgan. Umuman olganda Fitbit Air juda yengil va kichkina. Tasmasi bilan olganda 12 gram vaznga ega. Bu Whoop'dan 2 barobar yengil degani. U yupqaroq va kichikroq. Umuman olganda bu bozordagi eng ixcham shunday gadjet bo'lsa kerak. To'g'ri, Air'ning avtonomligi Whoop'dan biroz kamroq. Mashg'ulotlarsiz o'rtacha 1 haftaga yetadi. Eslatib o'taman, Whoop'ning dolzarb versiyasi 2 haftagacha yetadi. Lekin bir marta quvvatlash bilan 7 kun ishlashi bu juda ham yaxshi ko'rsatkich. Aytgancha, bu fitness braslet juda ham tez quvvatlanadi. 5 daqiqa quvvat butun bir kunga yetib ortadi. To'liq quvvatlanish esa taxminan 1,5 soat vaqt oladi. Eng muhimi, ishlashi uchun albatta obuna talab qilinmaydi. Whoop'dan farqli o'raroq. Fitness Air uchun hech qanday obuna umuman talab qilinmaydi. Ya'ni siz fitness brasletni o'zini xarid qilasiz va hech qanday obuna yo'q. Xohlasangiz Fitbit Air'da ham obuna olishingiz mumkin. Lekin ma'lumotlarni olish uchun obuna shart emas. Balki Gemini asosida aqlli murabbiy uchun siz obuna xarid qilsangiz bo'ladi. Bu oyiga $10 turadi va bu murabbiy barcha to'plangan ko'rsatkichlarni siz tushunadigan tilga tarjima qilib beradi. Shuningdek, mashg'ulotlar va ovqatlanish bo'yicha tavsiyalar beradi. Siz unga hatto ovqatlar rasmini ham tushirishingiz mumkin va u siz uchun kaloriyalarni sanab beradi. Lekin mutlaqo majburiy narsa emas. Siz hamma narsani tushunib olishingiz uchun oddiygina Gemini'ni bepul versiyasidan ham foydalanishingiz mumkin. Fitbit Air ishlashi uchun Google Health ilovasi kerak. U Android ham iOSda ham bor. Biz Fitbit Air'ni aynan iPhone'ga ulab oldik. Uning iOS bilan qanday ishlashini tekshirib ko'rdik va umuman olganda ajoyib ishlayapti. Aytish kerakki, funksionallik bu yerda ikkala platformada ham bir xil. Qizig'i shundaki, bilaguzukka darhol Apple Health'ga ham ulashingiz taklif qilinadi va shu zahoti ushbu ilovadan ma'lumotlarni yuklab oladi. Fitness Air haqida tushunishingiz kerak bo'lgan birinchi narsa bu aqlli soat emas va Mi Band kabi klassik bilaguzuk emas. Bu yerda ekran yo'q. Fitness braslet sizni kiruvchi bildirishnomalar, qo'ng'iroqlar yoki qandaydir voqealar haqida ogohlantira olmaydi. Ha, unda o'rnatilgan vibratsiya motorchigi mavjud. Lekin u faqat uxlash vaqti kelganda yoki sizni uyg'otish kerak bo'lganda yoki batareyka quvvati kamayganda ishlaydi. Ikkinchidan, bu sport uchun mo'ljallangan bilaguzuklardan bittasi. Ha, u sizni sport ko'rsatkichlaringizni kuzatishi mumkin. Ilovada ko'plab turli mashg'ulotlar bor. Korpusda ko'plab datchiklar ham o'rnatilgan. Aytish kerakki, bu bilaguzuk uyquni juda aniq hisoblaydi. Bizning shaxsiy kuzatuvlarimiz va Apple Watch bilan taqqoslaganimizga ko'ra, Fitbit Air siz qachon uxlab qolganingiz va qachon uyg'onganingizni juda aniq hisoblaydi. Agar siz tunda to'satdan uyg'onib ketgan bo'lsangiz va uyg'oq bo'lgan bo'lsangiz, so'ngra yana uxlab qolgan bo'lsangiz, uni ham ko'rsatadi. U sekin va tez uyqu fazalarini, ularning almashishini, turli fazalar bo'yicha statistikalarni va hattoki tiklanish sifati haqida ma'lumotlarni ko'rsatadi. Fitbit Air bugungi kunda uyqu fazalarini aniqlaydigan eng yaxshi gadjetlardan biri hisoblanadi. Natijada u haqiqatdan ham sizga tiklanishingiz haqida taxminan haqiqatga yaqin baho bera oladi. Bu qurilma orqali uyquni monitoring qilishingizdan maqsad ko'proq sizning yomonroq yoki yaxshiroq uxlashni boshqarayotganingizni va buning natijasida yaxshiroq tiklanayotganingizni yoki aksincha ekanligini tushunishga yordam beradi.
Vaziyatni tahlil qilib, bu nima uchun sodir bo'layotganini tushunish mumkin. Bunda ilovaning o'zida siz hatto uyqu sifatida nima ta'sir qilayotgani haqida ehtimoliy sabablarni ko'rishingiz mumkin. Shuningdek, statistikada siz uyqu paytidagi puls haqida ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Statistikada sizning yoshingiz uchun normal davomiylik, qattiq uyqu, bezovtalik, uyg'onish lahzalari ko'rsatiladi. Bir haftalik, oylik, hattoki yillik statistikalarni ko'rish mumkin. Mana shunday 1 oylik, 3 oylik yoki 1 yillik statistika sizni salomatligingizni kuzatishga imkoniyat beradi. Uyqungiz qanchalik barqaror yoki aksincha, balki uyqungiz yomonlashayotgandir. Shuning uchun Whoop kabi Google Fitness brasleti ham tiklanish sifatini ko'rsata oladi. Bu yerda ushbu parametr tayyorgarlik deb ataladi. U sizni uyqungiz, yurak urish tezligi va boshqa ma'lumotlarni to'playdi va keyin uyqudan so'ng qanchalik yaxshi tiklanganingizga baho beradi. Masalan, bizda oxirgi baholardan biri 68 bo'ldi va bu yaxshi. Men yashil zonadaman, ya'ni yetarli darajada tiklandim. Agar uyquni kuzatish Fitbit Air'ning asosiy funksiyasi bo'lsa, bu funksiyaning asosiy ko'rsatkichi bu aynan tiklanish yoki bu yerdagi aytilgandek tayyorgarlik. Fitness braslet sizning barcha ma'lumotlaringizni o'qiydi, tahlil qiladi va ertalabki holatingizga baho beradi. Ushbu ko'rsatkich asosida siz bugun mashg'ulot o'tkazishingiz yoki o'tkazmasligingiz yoki qancha vaqt davomida mashg'ulot qilishingizni hal qilishingiz mumkin. Lekin bularning barchasi kerak emas. Haqiqatga qaraydigan bo'lsak, bu sizning eng yaxshi yordamchingiz. Ya'ni tiklandingizmi yo'qmi, bu haqida ma'lumot berib turadi. Umuman olganda, uyqu funksiyasi bo'yicha Fitbit Air deyarli Whoop'dan ham o'tib ketgan. U ham sizning qanday uxlashingiz va qanday tiklanishingizga e'tibor qaratadi. Va aslida Fitbit Air oladigan barcha sport ma'lumotlar ko'proq aynan sizning qanday tiklanganligingizni, jismoniy holatingizni va salomatligingizni kuzatishga moslashtirilgan. Pulsga asoslangan sport ko'rsatkichlariga kelsak, Fitbit Air ba'zi sifatlarda pulsni ancha aniq aniqlaydi. Masalan, sayr yoki yugurish payti. Hattoki kuch ishlatiladigan mashg'ulotlarda va velosportlarda ham uning aniqligini ko'rishingiz mumkin. Qadamlarni hisoblash Fitbit uchun har doim kuchli tomon bo'lib kelgan. Shuning uchun uni kundalik qadamlar normasi yoki yugurishni hisobga olish uchun bemalol ishlatish mumkin. Umuman olganda, biz kabi oddiy odamlar va sportsmenlar uchun ekstremal bo'lgan light sport turlari uchun bilak uzuk juda ham mos keladi. Professional sportchilar uchun ham albatta mos keladi va sport ko'rsatkichlarini kuzatib yuradi. Yuqorida aytganimdek, bu yerda ko'proq salomatligingiz holatini monitoring qilish uchun jismoniy formangiz haqida ma'lumotlar olish kerak. Shuning uchun uni jiddiy sport bilak uzugi ham deb atash mumkin. Aynan mana shu Fitbit Air ilovasini boshqarish oson va sodda. Whoop'da esa juda ham qiynalib ketasiz. Chunki Fitbit Air ilovasi rus tilida. Ham interfeysi juda ham sodda. Kerakli parametrlarni bemalol o'zingizga qo'shib qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Whoop'ga keladigan bo'lsak, bilasiz, u ingliz tilida, kerakli parametrlarni topish qiyin, uyqu monitoringini kuzatish juda ham qiyin, bitta qilib aytganda juda ham murakkab. Xulosani men sizlarni o'zingizga qoldirmoqchiman. Kelinglar, men sizlarga bitta savol bersam, qaysi fitness brasletni olgan bo'lardinglar? Obunasi $200 bo'lgan, bundan tashqari ozgina og'irligi bilinadigan, noqulayroq bo'lgan, hattoki ilova interfeysi sizga noqulaylik tug'diradigan va tushunmaydiganmi, yoki juda ham yengil, hamyonbop, uxlaganingizda ham xalaqit bermaydigan, interfeysida barcha ma'lumotlarni o'zingiz tushunarli tilda yozilganini xarid qilgan bo'larmidingiz? Menimcha hammaning javobi bir xil bo'lsa kerak. Google Fitbit Air. Aynan mana shu mahsulotimizni aytganimizdek Jobox do'konlaridan bemalol xarid qilishingiz mumkin. Biz esa videoni o'z yakuniga yetkazdik. Obzor yoqqan bo'lsa, like va podpiska bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.